So'nggi paytlarda internet tarmoqlarida nima uchun aynan O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi savdo aloqalari kuchayib borishi va Xitoyning bozorini oqib kirishi ko'pgina yurtdoshlarimizni sarosimaga solib qo'ydi. Ba'zi hollarda esa ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. Xo'sh, bularga munosabat bildirib, global miqyosida nima uchun aynan Xitoy va O'zbekiston Xitoyni O'zbekistonga kirib kelishi va O'rta Osiyo davlatlariga o'zini savdo aloqalarini rivojlantirishi haqida qisqacha tushuntirib o'taman. Agar siz ushbu videoni oxirigacha ko'rsanglar, asl mazmunini tushunib yetasiz va O'zbekistonni qanchalar darajaga muhim strategik ahamiyatga egaligini bilib olasiz. Buning uchun siz ushbu videoni oxirigacha ko'ring, oldindan like va fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Demak, boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, Jahongir Shok kanaliga xush kelibsiz. Bugungi mavzumiz juda ham dolzarb va ko'pchilik bilishi shart. Nega Xitoy MDH davlatlarini savdo hamkorligi uchun tanlamoqda? Kecha obunachilarimizdan biri bir qiziqarli savol berdi. Nega Xitoy O'zbekiston va MDH davlatlari bilan savdo hamkorligini rivojlantirmoqda degan savol bilan chiqishdi. Birinchi qarashda bu mavzu unchalik ham muhim emasdek ko'rinadi. Chuqur o'ylab ko'rsak, bu qarorning ortidan kutilmagan faktlar va dalil isbotlar turadi va global iqtisodiy strategiyalar turganini ko'rsatadi. Birinchisi, AQSh va Xitoy o'rtasidagi savdo urushi. AQSh Xitoyning iqtisodiy o'sishini to'xtatish uchun bir qator sanksiyalar joriy qildi. Buni hammamiz bilamiz va savdo to'sqinlarini yaratmoqda. Bu Xitoyning yangi bozor izlashi va muqobil yetkazib berish yo'llarini topishga majbur qilmoqda. Va aynan shu faktlarga asosan shov-shuvli shokning birinchisi. Xitoy AQSh sanksiyalari tufayli milliardlab dollar pullarini yo'qotmoqda. Ammo Markaziy Osiyo orqali ushbu pullarni tiklash va muqobil daromadga ega bo'lish yo'lini ham topdi. Dengiz yo'llari bilan bog'liq muammolar esa bunga bir qator qiyinchiliklarni keltirib chiqardi. Xitoy eksportining katta miqdori dengiz yo'llari orqali amalga oshirilar edi. Lekin bu yo'lda bir qator katta muammolar mavjud. Bularni hozir birma-bir tushuntirib o'taman. Barchamiz bilamiz, so'nggi 3 yil, 4 yilning ichida Janubiy Xitoy dengizi AQSh Tayvanni qo'llab-quvvatlamoqda. Shu bilan birga Saudiya Arabistoni AQShning ittifoqchisi bo'lsa ham, u Fors ko'rfazida Xitoyga to'siq yaratishi mumkin. Suvaysh kanali Yaqin Sharqda beqarorlik Xitoyning muhim savdo yo'llariga tahdid solmoqda. Mana shu yerda shov-shuvli fakt ikkinchisi. Agar harbiy mojarolar kuchaysa, Xitoy o'zining eng asosiy strategik savdo yo'llaridan ayrilib qolishi mumkin. Xo'sh, bu masalada nima qilish mumkin? Xitoyning yangi strategiyasi. Bu yerda juda ham katta e'tibor berishingiz kerak bo'ladi va Xitoy bunga allaqachon yechim topgan. O'rta Osiyoda Buyuk Ipak yo'lini qayta tiklash. Endi siz mavzuni asosiy qismiga kiryapsiz va tushunib yetyapsiz. Markaziy Osiyo orqali xavfsiz quruqlik savdo yo'llarini ochish hozir Xitoyning asosiy strategiyalaridan biri. Va shu bilan birga Xitoyning Markaziy Osiyo va MDH davlatlariga katta sarmoya va investitsiyalar olib kirishi ham dalil isbot bo'lib qolmoqda. Nega aynan O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmaniston? Buni sababi juda ham oddiy. Strategik joylashuv Rossiya, Xitoy va Yaqin Sharq o'rtasidagi savdo aloqalarini kuchaytirish uchun, ya'ni bu tabiiy resurslarga boyligi bo'lgan davlatlardir. Bularga nisbatan siyosiy barqarorlik juda ham keng ustuvorlikni beryapti. Qisqacha faktlarni aytib o'taman. Xitoy O'zbekistonda zavodlar va temir yo'llarga investitsiya olib kirmoqda va iqtisodiyotga milliardlab dollar summalar sarmoyalar kiritmoqda. Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston Xitoyning eksporti uchun asosiy tranzit nuqtalariga aylanmoqda. Va shunga nisbatan shov-shuvli fakt 3. Xitoy MDH davlatlarida allaqachon muhim infratuzilma obyektlarini nazorat qilmoqda. Bu esa unga juda ham katta iqtisodiy ta'sir kuchini beradi va bu o'zidan o'zi keyingi hodisani ro'yga keltirishi mumkin. Bu shunchaki ekspertlarning fikri xolos, lekin barchamizni diqqatimizga sazovor bo'ladigan eng asosiy nuqtalardan biri. Rossiya MDH davlatlariga qarshi urush boshlashi mumkinmi? Rossiya Ukrainadan keyin MDH davlatlariga o'zini diqqatini qaratishi mumkin. Bu ehtimoldan xoli emas. Nega deysizmi? MDH davlatlari asta-sekinlik bilan Moskva ta'siridan chiqib bormoqda. Qozog'iston va O'zbekiston tobora Xitoy bilan savdo aloqalarini kuchaytirib bormoqda. Shu bilan birga Moskva mintaqada o'z ta'sirini yo'qotishni istamaydi. Shov-shuvli fakt 4. Agar Rossiya MDH davlatlariga o'z ta'sirini kuchaytirishga harakat qilsa, bu degani Xitoy bilan bir qancha ziddiyatli muammolarga olib kelishi mumkin
mumkinligi haqida ehtimollar ham bor. Garchi hozir ular ittifoqchi bo'lsa ham. So'nggi paytlarda Rossiya va Ukraina urushida bo'layotgan holatlar Amerika Qo'shma Shtatlari tobora Rossiyaga ochiqchasiga yon bosayotganini hammamiz bilamiz. Va buning sabablari yuqorida keltirilgan so'zlar yaqqol isbot bo'lishi mumkin. Ya'ni, agar Ukrainada urush tezroq tugasa, Rossiyaning butun bir nazari O'rta Osiyo davlatlariga borib tushadi. O'rta Osiyo davlatlariga kelib tushgandan so'ng Xitoy bilan Rossiyaning o'rtasidagi ittifoqiga ozroqda bo'lsa-da nizolar kelib chiqishi mumkin. Bu esa AQShga juda ham qo'l keladi. AQSh dunyo bozoriga dominant o'rinni egallashga juda ham harakat qilmoqda. Bu esa to'g'ridan to'g'ri Rossiyaga yordam va unga yon bosish orqali urushni tezroq tugatish va O'rta Osiyo davlatlariga ko'proq ahamiyat e'tiborni berib, Xitoy va Rossiya o'rtasidagi bir qancha nizoli faktlarni yuzaga chiqarish aslida. Shu bilan birga AQSh Xitoyni burchakka tiqmoqchi. AQSh tushunib turibdi. Xitoy haddan tashqari kuchayib bormoqda va uni qanday to'xtatish mumkin? Rossiyani qo'llab-quvvatlash. Agar Rossiya va Xitoy o'zaro dushman bo'lsa, AQSh bundan juda ham katta foyda ko'radi va dunyo bozoriga o'zini dominant o'rnini egallaydi. MDH davlatlariga beqarorlikni yaratish Xitoyning iqtisodiy rejalarini buzish uchun qaratilgan aslida. Va shu bilan birga shov-shuvli faktlarni 5-inchisi. Ayrim ekspertlarning fikricha, AQSh Markaziy Osiyo davlatlarida beqarorlik yaratish orqali Xitoyni zaiflashtirmoqchi. Xitoyni zaiflashtirishni rejalashtirmoqda. Shu bilan xulosa, bu o'yinda kim g'olib bo'ladi? Hozirda dunyo miqyosida savdo yo'llari va resurslar ustida juda ham katta ulkan iqtisodiy urushlar olib borilmoqda. Xitoy Markaziy Osiyo orqali quruqlik savdo yo'llarini yo'liga qo'yib, AQShdan butunlay mustaqil bo'lishni istaydi. Va shu bilan birga Rossiya MDH davlatlari ustidan nazoratni qo'lga ushlab qolmoqchi, ya'ni iqtisodiy nazoratni. Va buni ortidan AQSh, Rossiya va Xitoy o'rtasida nizolarni keltirib chiqarsa va buni ortidan ikkalasi ham zaiflashsa, AQShga juda ham katta foyda bo'lishini hamma tushunib turibdi. Xo'sh, bu borada kim g'olib bo'ladi? Umuman olganda, ushbu rolikning maqsadi shundan iboratki, Amerika Qo'shma Shtatlari bekordan-bekor Rossiyaga yordam qilgani yo'q ushbu urushda. Xo'sh, bunda Amerikaning maqsadi nima? Agar Amerika Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urushni to'xtatib va Rossiya o'zini diqqat e'tiborini O'rta Osiyo davlatlariga qaratsa va u yerda o'zini nazoratini kuchaytirsa, albatta savdo nazoratini. Bu degani Xitoyga bir qancha qiyinchiliklar va bir qancha iqtisodiy muammolar keltirishi mumkin. Shu bilan birga Amerika birovlarning qo'llari bilan o'z maqsadiga yetayotganini ko'rsak bo'ladi. Xitoyning asosiy strategik yo'llaridan biri bu O'rta Osiyo davlatlaridan Yevropa va boshqa davlatlarga to'g'ridan to'g'ri Buyuk Ipak yo'li orqali savdo aloqalarini kuchaytirib, o'zini mahsulotlarini hech qanday to'siqlarsiz dunyoni arzon gadjetlar va boshqa mollar bilan ta'minlash. Aynan shuning uchun ham bugunda Xitoyning MDH davlatlarida bo'lgan investitsiyalari va bozorlariga o'qib kirib kelishlari AQShni aynan shu yo'l orqali yengishini ko'rsak bo'ladi. O'ylaymanki, siz ushbu videoni asl mazmun va maqsadini tushundingiz. Bu yerda nafaqatgina O'zbekiston bilan bog'liq, balki global miqyosda bog'liqlikni siz aniq va tiniq tushunib oldingiz. Agarda bu borada do'stlar sizning fikringiz bo'lsa, kommentariyada o'z fikr va mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Shunday qilib biz o'zimizning ko'rsatuvimizni tugatar ekanmiz. Videoga like bosing va do'stingiz bilan ulashib qo'ying. Sizlar bilan esa kelgusi ko'rsatuvda ko'rishguncha salomat bo'ling.